Muhtaram davlatimiz rahbarining parlamentga hamda O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatini tuman faollari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirokida tingladik. Albatta bu murojaatda ko'zlangan asosiy maqsad inson qadri, insonni ulug'lash, jamiyatni rivojlantirish borasidagi ko'pgina ishlarga qaratilgan bo'ldi. Birgina mana shu 2026-yilning nomlanishi ham mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi albatta bu davlatimiz rahbarining mahalla tizimidagi ko'pgina olib borilayotgan islohotlar va jamiyatimizning mahallaning bir bo'g'ini hamda jamiyatimizning bir bo'g'ini oilaga qaratilgan eng muhim ustuvor vazifalarni belgilashdan iborat bo'ldi. Asosan bu murojaatda 6 ta eng muhim ustuvor yo'nalish belgilab berildi. Har bir yo'nalishda biz deputatlarimizning ham mas'uliyatimizni oshishiga, alohida keng miqyosda jamoatchilik nazoratini o'rnatish borasidagi ham ishlarga alohida to'xtalib o'tdilar. Albatta bu murojaatni tinglab har bir deputat sifatida o'zimizga dastur amal qilib, kelajakdagi rejalarimizni, kelajakdagi nazorat va jamoatchilik nazoratidagi ishlarimizni oldindan yana bir hisob-kitob reja qilib, albatta bu qiladigan ishlarda hammasini xalqimiz va xalqimizning istiqboli va yaxshi yashash uchun imkoniyat ekanligini his qildik. Birgina mana deputatlarimizni 6-yo'nalishda ko'rsatib o'tilgandek, tuman kengash deputatlarimizning joylardagi aholi muammolaridan uchrashuvlarda ko'rsatilgan muammolarni sifatida tashkil qilinayotgan deputat so'rovlari, turli korxona tashkilotlariga yuborilayotgan deputat so'rovlarining natijadorligi, ularning rejaviyligi, istiqbolligini qonunan kafolatlab tuman prokuraturalariga endigi deputat so'rovlariga javob bermagan mansabdor shaxslar ustidan taqdimnoma kiritish haqidagi deputatlarga nisbatan ulkan vakolatlarni berdilar. Albatta bu deputatlarimiz o'ylaymanki, kelgusidagi deputat sifatida o'ylaymizki, kelgusidagi joylarda hal qilinmaydigan, o'z yechimini topolmaydigan muammolarning qolmasligiga albatta bu zaminni yaratadi. Biz deputatlar bu murojaatdan o'zimizga katta bir taassurotni olib, kelgusidagi istiqbolli rejalarimizni, har bir saylovchilarimiz oldidagi uchrashuvlarimizni mana shu murojaatdan kelib chiqqan holda tashkil qilishni o'zimizga maqsad qilib oldik.